Abdullah, Tashimxon, Abdullah, Tashimxon. Молодец! Апатую Taslimaxon. Молодец! Zo'r. Mani pcholkacham bugun 3 yosh, alhamdulillah. Qizalog'im Happy Toys'ga nima podarka qilaylik desam, kakachok dedi. Kakachok bu mo'jizachalarimiz tilida aytganda umumiy olganda shirinliklar. O'ylab fruit mahsulotlaridan nabor qilishga qaror qildim. Chunki meni bolajonlarimning eng sevimli narsalari bu jilelar va shokoladni vaflilar. Insta xolajonlari juda ko'p hollarda meni mo'jizachalarimdan xavotir olib, jilelar kamroq bering yoki umuman bermang. Axir halol emas-ku degan gaplar ham aytib qo'yishadi. Xolajonlari siz ham bolajonlaringizga bemalol fruit mahsulotlaridan olib berishingiz mumkin. Haloligi 100%. Yoqdimi? Xursandmisiz? Gullarim, naqadar omon zamonda yashaymiz. Shunday telefon qildim, bolajonlarim xohlagan kakachok korobkasi bilan birga uyimda muhayyo bo'ldi. Sholibaxoni ko'rmanglar ham suv ichadi deyisharmidi? Mo'jizachalarim bahonasida o'zimiz sevimli shokoladni vaflilarim chipistikdan ham bir qancha zakaz qilib oldim. Bu chipistiklarni yemamsiz, bu dunyoga kelmamsiz. Xullas, bizda bugun shunaqa happy birthday to you Taslimaxon. Xolajonlari, oldindan shirin tilaklaringiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman.